inson duo qilib albatta tezda ijobat bo'lishligini xohlar ekan, shariatimiz bizlarga shunday tushuntiradi. Duo qilarkansiz 3 ta holatdan bittasi. Yoki duoyingizni Alloh taolo ijobat qiladi va so'raganingizni darhol beradi. Yoki bo'lmasa Alloh subhanahu va taolo duoyingizni ijobat qiladi va so'ragan narsangizni bermasdan shuni evaziga boshqa bir musibatlarni sizdan ketkazadi. 3-holat, Alloh subhanahu va taolo duoyingizni ijobat qiladi, lekin uni savobini oxiratga zaxira qiladi. Demak, duo qilgan inson Alloh taologa hech qachon yutkizmaydi. Duo yoki ijobat bo'ladi yoki ijobat bo'lmaydi. Ijobat bo'lmasligi endi bu ma'lum narsa, tafsilotga hojat yo'q. Va duoni ijobat bo'lmasligini o'ziga yarasha omillari bor, sabablari bor. Yoki Alloh taolodan o'zgaga duo qilishlik, duoda boshqa narsani unga sherik qilishlik, yoki bo'lmasa duoni ko'tarilishligiga, yaratganning huzuriga ko'tarilishligidan to'sadigan boshqa omillar. Harom yeyishlik, harom luqma. Va mana shu sabablar ko'ra insonning duosi gohida ijobat bo'lmasligi ham mumkin. Lekin ijobat bo'ladigan bo'lsa, aytganimizdek 3 ta holatni bittasi. Yoki duoingiz ijobat bo'lib, so'raganingizni Alloh beradi, yoki duoingiz ijobat bo'ladi-da, Alloh subhanahu va taolo o'sha so'ragan narsangizni bermasdan, uni evaziga boshqa bir siz bilmagan, taqdiringizga bitilgan bo'lgan musibatlarda Alloh taolo shuni evaziga daf qiladi. Lekin banda bilmaydi buni. Duoim ijobat bo'lmadi deb yuraveradi nomid bo'lib, vaholanki uni duosi ijobat bo'lgandi va Alloh taolo duosini qabul qilib, buni evaziga boshqa bir musibatlarda undan daf qilgan edi. 3-holat, Alloh subhanahu va taolo uni ajr savobini oxiratga zaxira qilib qo'yadi. Demak, duo qilganda hech qachon banda yutkizmas ekan.